Biz o'zbeklarda qozonda bori cho'michga chiqadi degan chiroyli iboramiz bor. Shunaqa ibora ingliz tilida bormikan? Agarda ha bo'ladigan bo'lsa, u qanday tarjima qilinadi? Keling birgalikda tarjima qilib ko'ramiz. Lekin bu narsani tarjima qilishimizdan oldin bu iboramizning asl ma'nosi qanaqa ekanligini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Va bu iboramizning asl ma'nosi bizda inson faqat o'zida bor narsani bera oladi. Ya'ni o'zida yo'q narsani u bera olmaydi degan ma'nolarni anglatib ketadi. Buni so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, what is in the pot comes out with a ladle bo'lib ketadi. Ya'ni ladle degani bu yerda bizda cho'mich degan ma'noni anglatadi. Lekin bizda culture difference, ya'ni madaniyat har xilligi bo'lganligi uchun inglizlarga bu iborani ishlatsangiz, sizni tushunishmaydi. Xo'p, agarda men qozonda bori cho'michga chiqadi iborasini ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsam, nimani ishlatishim kerakki, inglizlar meni tushunish uchun? Va inglizlarda ham shunaqa ibora bor ekan va ular what is in the bell comes out with a bucket iborasini ishlatib ketishar ekan. Well bu yerda bizda quduq degan ma'noni anglatadi, bucket esa chelakni anglatib ketadi. Ya'ni quduqda bor narsa chelak bilan chiqadi degan ma'no bizda hosil bo'lyapti. Ahamiyat bering, ikkita har xil madaniyat, lekin metaforalar bir-biriga juda ham o'xshab ketgan. Faqat kimdir bizda quduqni ishlatib ketadigan bo'lsa, o'zimiz qozonni ishlatib ketganmiz. Baribir ham ovqatni yaxshi ko'rishimiz bilinadi shunda. Manda shu. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin va har doimgidek ingliz tilini sifatli o'rganib yuring.